Menga yoqadi qachonki siz kiyimingizni teskari kiyib olib o'tirsangiz. Menga yoqadi qachonki mana shu oldida ikkita chiz bo'lmasa. Qani? Menga yoqadi qachonki siz ikkita yanog'ingizni yuzingizni yaltiroq pushti rangga bo'yab o'tirsangiz. Menga yoqadi qachonki ikkita qoshingizni qo'shib olsangiz. Menga yoqadi qachonki siz ikkita quloqingiz ustida chakkangizga gul qistirib o'tirsangiz. Menga yoqadi qachonki hozir resepsiyonga telefon qilib ingliz tilida meni yaxshi ko'rishingizni aytsangiz. Okay. Hello. Yes, madam. How may I help you? You know Timur, Mr. Timur? Do you need any help? I love your hair. Excuse me. Bo'ldi, gapirmayman. O'rtoqlar, uyda o'tirib pul ishlamoqchi bo'lsanglar va Dubayga kelmoqchi bo'lsanglar, bugun kechqurun 11:00 da Dubayga bitta g'olib obunachimizni tanlaymiz. Sharti profilim chapkasidagi linkdan o'tib ovoz bergan bo'lishingiz kerak. Har bitta ovoz uchun 30 ming so'mdan pul ishlab olasizlar. Uyda o'tirib soqa qilinglar. Davay o'rtoqlar, profilimga kiringlar. Davay gaz. Ikkita ovoz bergan bo'lish kerak. Ha, ikkita ovoz. Ikkita sim karta.